Bir hafta 10 kunlarda Hoji aka mingan yangi holatda bo'lib chiqadi. Qaranglar, qanaqa qo'li gul ustakalarimiz bor, mehnatda abdushi qilishyapti. Orqa qanot tomlari yo'q holatda. Hozir shu mashinamizni ko'rib tanimay qolasizlar, mana. Orqa qanotlarini polni svarkalarini qilib bitkazib qo'yishibdi o'zi, mana. Hamma joyini chokidan qo'yishyapti ekan. Mana bu tomoni polni kantachkada svarkalari bo'libdi. Tomlarini ham joyiga o'rnatib qo'yishibdi. Shu ustakalarimiz mehnatiga bitta like bosib, poddeshka qilib ketinglar. Mana stoykalarni ham polni chotga ulab qo'yishibdi. Ozgina shpagulovka edi. Laboylar, zazorni qaranglar, qanaqa zavodskiy holatda kelgan. Xudo xohlasa bu mashinamiz ham bir hafta 10 kunlarda Hoji aka mingan yangi holatda bo'lib chiqadi. Biz kimnidir aldab sotish shunaqa bas. Aytamiz, ustasi kelib ko'rib oladi, ma'qul kelsa oladi mashinani. Sizlardan bitta poddeshka, zazorlar qaranglar. Video yoqqan bo'lsa like bosib, fikrlaringni kommentariyada kutaman. Rahmat, sog' bo'linglar.